Hollaringiz ko'payib ketdi, bor, eplab bo'lmay qoldi. Har hafta telefon sotadigan bo'lib qoldingiz-a, bor. Akalarim ko'p deyman. Sir bo'lmasa nima ish qilasiz? Mana sizdaqa pul topish uchun nima ish qilish kerak? Mendagi pul topishing uchun sen qiz bola bo'lishing kerak. Ayyo. Menda bor narsa senda bo'lishi kerak, tushunsan? Ayyo, o'g'il bola topa olmaydi, unaqa sizdagi pul. Har hafta telefonlar kelyapti, sovg'alar kelyapti. Ha, ko'ringchi, o'zi qanaqa telefon edi? 14 Pro Max. Qani, ochingchi. Hech qat alishmaganmi ish qilib? Yo'q, hech qat alishmagan, hali yangi bu. Yangi? 3 kun motor. Tak, 77 yumkisi buni. Okaxonlaringiz allab ketmadimi? 14 Pro yo'q, Pro Max emas u. 14 Pro korobkalari bormi? Bor, hamma narsasi. Necha pul so'raysiz bunga endi? 600. 600? Ya 600 ko'tarmaydi. Sal yengillashtiring narxini. Narxi tushgan-ku, 77 yumkisiz. Sal kelishtirib bering. Kelishtirib bering, olib qolamiz. O'zi kelishtirib aytolmayman. 600 normalniy. 480 beraman bo'ladimi? Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Qancha bo'lsa berasiz? Bak, okaxonlaringiz bor, yana keyingi hafta tashlab ketadi telefon sizga. Yo'q, menga. Muammo emas-u. Yo'q, 600. Biz tirikchilik qilamiz. Qarang, 500 beraman, bo'ladimi? Menga o'tadim, berib turing telefonni. 500 beraman, bo'ladimi? Yomkizdan tushib qolgan ekancha. Rozi bo'lsangiz olib ketaman. Rozimisiz? Bu tekshirib olaman, politsiyani beraman.